Tennis degan sport turi nimaga biz O'zbekistonda rivojlanmaganini endi tushunyapman. Chunki umuman bir fizika qonunlariga to'g'ri kelmaydigan sport turi ekan u. Tennis ko'rib o'tiribman, bitta gol uryapti-da 15-0 deyapti. 15-0. 15-0 futbolda bo'lish uchun Bavariya bilan meni sinfdosh qizlarim o'ynash kerak. Boksda bo'lish uchun O'zbek Tayson bilan Bahodir Jalolov urushish kerak. Yo bo'lmasa ota bolasini urayotgan bo'lish kerak. Endi bo'ldi, tugab chekili 15-0 duo qilyapsam, ikkinchi gol urib 30-0 deyapti. Ha dedim, demak har bitta ochkoga 15 ochkodan berar ekan har bitta golga deb tursam, 3-gol urib turib 40-0 deyapti. 45 bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Nima u 3-goli yoqmay qoldim o'ziga. Unida urib qo'ydimmi bilmayman. Keyin anonisi bitta gol urdi. Partiya 1-0 dedi. Tushundim, ha, demak, hozir bitta gol ursa 15-1 bo'ladi, yutsa bo'ladi. Normal.